Organizmda zaharga to'lganini darhol ko'rsatadigan 3 ta belgi. Keling o'zingizni shu yerda tekshirib ko'ring. Birinchi belgi bu tildagi qoplamalar. Tildagi qoplama organizmda muammo borligini ko'rsatadi. Oq qoplama zamburug'lar, ya'ni kandidoz borligidan, sariq qoplama esa o'tqopdagi tiqilishlardan, kulrang qoplama esa ichak yoki siydik tizimidagi muammolardan. Sog'lom til och qizg'ish va qoplamasiz bo'ladi. Agar tilda qoplama bor bo'lsa, demak organizmda muammolar boshlangan. Ikkinchi belgi esa tanadagi hidning o'zgarishi. Tanadan ilgari bo'lmagan noxush o'tkir yoki kislotaga o'xshash hid kelsa, jigar va buyraklaringiz tozalashga ulgurmayapti. Sog'lom odamdan kuchli hid kelmaydi. Ko'z ostidagi shishlar. Ko'p odam bu yaxshi uxlamagandan deydi, lekin bu normal holat emas. Ko'z ostidagi shish buyraklar charchagani yoki limfa to'g'ri yurmaganining belgisi. Shular bilan birga charchoq, bosh og'rig'i, terida toshmalar hamda ichning dimlanishi ham zaharlar to'planganidan darak beradi. Agar shu belgilardan birini o'zingizda ko'rgan bo'lsangiz, organizmingiz yordam so'rayapti. Buni inkor qilmang. Sog'lom hayot siri va amaliyotda ishlaydigan maslahatlar kerak bo'lsa, Shapka profilimdagi havola orqali Telegram kanalimga obuna bo'ling yoki izohlarda plus belgisini yozib qoldiring.